har yili tashqi fasadini remont qilib zerikkan aka opa singillarimiz uchun qaranglar. Har yili 5 million 10 million tashqi fasadingizni uyni ichiga remont qilasiz. Shu holatga kelyaptimi? Juda ko'p joylarda sho'r bo'ladi, suv bor joylarda sho'rlaydi va devor to'kilib ketadi. Uyni ichiga ham zak urib yuboradi, suvga chidamli bo'lmaydi. Ustadan so'raymiz, qanaqa yangiliklar bo'lyapti hozirgi kunda fasad ustasini o'zlaridan so'rasak, ma'lumotlar berib o'tadilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka qarang, mana shunaqa joylar deylik. O'zimiz ham har yili remont qilamiz, to'kilib ketadi. Mana shunaqa holatga keladi. Qanaqa yechimlar bor? Bunga davo topilganmi? Aka, buni yechimi, xudo xolasa, bunaqa joylar chiroylab, so'kil xizmatimiz bor, chiroylab so'kil qilamiz. Devorlarda xudo xolasa shunaqa holatda topshirsa, biz chiroylab travertin ishini qilib beramiz. Demak, sizga shu holatda topshirishadi. Shunaqa. Siz necha yilga garantiya berasiz o'zingiz mahsulotingizga? Aka, biz 10 yilga garantiya beramiz. 15 yillik tajribamiz bor. Xudo xolasa chiroylab, sifatli Bellaveradi. bitirib beramiz. Bo'lmasam aka, so'z isboti bilan degandek, qilingan ishni bir ko'rsatib o'tsak, bu xonadonimizni ko'rsatib o'tdik. Endi mana bu tomonda ko'radigan bo'lsalaring, bu xonadonimizga akalarimiz travertin xizmatini qilib berilgan. Eng yaxshi tomoni qaranglar, jonli yomg'ir yog'yapti. Yomg'ir yoqqandan keyin bilsalaring, mashina ham qorayib, hali tomchi bo'lib, loy sifat bo'lib qoladi. Demak, shu loy bu sifat bo'lib qoladigan bo'lsa, ertaga garantiya beramizmi ichkariga suv o'tib ketmasligiga? Albatta garantiya beramiz. Aka, bu travertinimiz sifatli travertin ishlatiladi. Misol travertinimiz bemalol 10 yilga bemalol garantiya beriladi. Muammo bo'lmaydi. Yomg'ir Hamma tomonda unaqa narsa. Hozir bu xonadonimizga necha kvadrat bo'ldi aka? 300 kvadrat bo'ldi aka. 300 kvadrat bo'lgan. Qarang endi aka, 300 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, narxlarini atrofdan ko'ra chegirma qilib, Ravshanbekdan ko'rdim deysa, hamma xonadonga borib o'z vaqtida yaxshi narsalardan chiroyli qilib beramiz. Mana so'kilga xolasalaring shunaqa marmar bilan granit aralashtirib qilib beringlar. Yo'q, menga qora granitni o'zidan qilib bering deganlarga ham qilib berilaveradi. Keyin undan tashqari mana devorimizga travertin xizmatini qilib berilgan. Sizga devorda qanaqa holatda topshirishsan aka? Bizga aka farqi yo'q. Emulsiya holatdami, shikaturka holatdami bizga farqi yo'q. Bizga devorda topshirishsa, xudo xolasa chiroylab 2 sloy gruntovka, 2 sloy travertin, 2 sloy polirovka, 2 sloy lak qilib chiroylab bitirib beramiz shu holatda. Xo'p, endi qaranglar do'stlar, shu narsaga e'tibor beringlar. Hozir bu necha sloy bo'lgan endi? Bu aka shunaqa, bu 7 sloy bo'lgan. 7 sloyda mana shu holatga kelgan aka. 7 sloyga shu holatga kelgan. Hozir ichkariga kirib ham ko'rsatib o'tamiz. Qaranglar. Eng yaxshi tomoni, siz har yili remont qilib o'tirmaysiz. Umradan, hajdan kelishani boshqa bo'ladimi? Shuni kachirda, shuni olib chiqib turib kachirlab pesalaringdan bo'ladi. Mana hozir yomg'ir yog'ardi, hech nima qilmaydi. Chunki bu chag'langan aka. Xudo xolasa laklangan. Mana bu tomondan yaltirlashiga o'zing bitta baho berasizlar, bilasizlarga chiroyli qilib berilgan. Bu tashqi tomoni bo'ladi. Xo'p, uyni ichiga kiradigan bo'lsa, keyin aytganimizdek, yosh bolalar kelib, loy qo'li bilan shu yerdami, mana shunday holatda bu tomonlar ko'ryapsizlar mana. Bu tomonlarga tizib ketishgan. Bu narsalar plyus sevgi qilib tizib ketishadi. Bunga tizgan taqdirda ham ertaga bitta uyadigan bo'lsangiz, mo'ka holatga keladi. Ichkariga kiradigan bo'lsa, ichkariga mana shunaqa qilib fason qilib beraveramizmi aka? Chiroyli chiqdi, mana gulga o'xshadi. Xudo xolasa, shunaqa joylar bo'lsa, shunaqa fasonlardan chiroyli qilib bitirib beramiz. Qilib beraveradi. Endi aka, menga shu yerda gulli qilib bering, naqsh qilib bering deganlarga ham qilib beraveradi. Aka, bizga fasonni farqi yo'q. Agar siz aytgan fasonlarda bo'lsa, shunday qilib beramiz. Agar mabodo friza fasonlar tanlaydigan bo'lsa, narxlar o'zgaradi. O'zgarib boradi. Hozirgi kunda aka, sizda necha xil mahsulotingiz bor aka? Misol necha xil narsani tavsiya qilasiz? Aka, bizda hozir travertinda 90 ming so'mdan boshlanadi narxi. 1 kvadrat. 1 kvadrat metr 90 ming so'mdan boshlanadi. Nimasi ham, fasoni ham o'shanga qarab ketaveradi. Ichida nimalari bo'ladi aka? Uydagilar hamma narsani olib kelib beradimi yo o'zingiz olib kelasiz? Yo'q, bizda hozir o'sha 90 ming so'mdan boshlanadigan ishimizni uydagilar faqat oziq-ovqat qilib beradi. Obed qilib beradi. Shunaqa qolgan mahsulot o'zimizdan, hatto lesa, skovich, salafan hamma narsasi. Hamma narsa, apparaturalarimiz ham, texnikalarimiz ham o'zimizdan bo'ladi. Eng yaxshi tomoni siz obed qilib berasiz, uzoq joy bo'ladigan bo'lsa yotoq joy, keyin kechki ovqat qilib bersangiz bo'ldi. Hamma yoqda chiroyli qilib beringlar. Endi aka, bonusga keladigan bo'lsa, biz obunachilarga shunaqa teyagalarda olib berishsa yo kelishib olsalaring, bepul qilib bersangiz, iloji bo'lsa bepul qilib bering, yo ozma-oz nima deydi, narxlardan tushib qilib bersangiz ham bo'laveradi aka. Xudo xolasa aka, siz nomingizdan chiqishadigan bo'lsa, bepul qilib chiroylab ustanovka qilib beramiz. Ustanovkasini. Shunaqa.
zo'r. Endi agar bunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, qaranglar, har bittasini qo'l mehnatda bo'ladigan bo'lsa, jicha-picha qo'shilib qoladi. Narxiga ozgina qo'shiladi. Ozgina qo'shib qoladi. Lekin travertingni o'zi birga bir joyimiz 90 ming so'mdan. Bu qatgacha amal qiladi? Butun vodiy bo'ylab aka 90 ming so'mdan qilamiz. Agar Toshkent u yoqqa chiqadigan bo'lsa, narximiz qo'shiladi. Joydan kelib chiqib. Shunaqa. Lekin 12 ta ularga xizmatlar bor. Hozirgi kunda ustalarimiz hamma joyga borib xizmat ko'rsatyapti. Siz ham 10 necha yil bo'ldi boshlaganingizga? Aka bizga 15 yil bo'ldi bu 15 yil. sohani boshlaganimizga, Xudo xolasa. Aloqaga chiqsa chiroyli qilib beramiz. Endi aka bu fasonimiz necha yildan beri nima deydi, trenddan tushmaydi va necha yil xizmat qilib beradi, rangi o'zgarib ketmasligi uchun, optoda, yomg'ir, qorlarda ocharib ketmaydimi? Aka 10 yilgacha bunga o'sha kafolat beriladi. 5 yilgadir servis xizmatimiz bor bizda. 5 yilgacha servis xizmati bor. Mabodo birorta narsa bo'ladigan bo'lsa, to'g'rilanib berilaveradi. Shunaqa aka. Endi kimdir buni ataylabdan kelib urmasa, boshqa qilmasa, xizmatini qilib beradigan narsa. Xudo xolasa aloqaga chiqsa, mana shunaqa chiroyli holatda topshiramiz aka. Xo'p, uyda egalari ham ancha aqlli ekan, pulni tejashda va uzoqda o'ylab ish qilar ekan, qaranglar. Granit, traverting va tunikafon. Hammasi mo'ishi kami 10 yil, 15 yilda xizmat qilib beradigan narsalar. Endi juda ko'pchilik tashqarisini chiqatda nima deydi? Badimisa qiladi, ohaylab qo'yadi. Har yili ovorgarchilik 5 million, 10 milliondan ko'zga ko'rinmaydi. Ancha pul sarflab qo'yadi. Undan bitta chiroyli shuna remont qilinadigan bo'lsa, veshni qoladi. Qachillab, shlankada paqirlab ham yuyishaveradi aka. Shu xonadonimizga общий 300 kvadrat qilib berilgan. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Nech pul bo'lgan, o'zingiz bir kalkulyatsiya qilib ko'rasizlar. Lekin juda ham chiroyli ishlarimiz chiqqan. Aytganimizda 12 ta ularga xizmatlari bor, telefon qiladigan bo'lsangiz xabarlar. Endi siz agar musofirda turgan bo'lsangiz, sizni uyingizni shunaqa fasad qildirmoqchi bo'lsalaring, akamizga aloqaga chiqasizlar, Telegramdan, WhatsAppdan gaplashsalar, fasonlarni tanlashsa aka, xudo xolasa kartaga to'lov qilsa, chiroyli qilib beramiz. Shunaqa aka. Hamma ma'lumotni aytdingmi aka? Agar aytilmaganlar bo'lsa, aytsangiz Aka qolgan ma'lumotlarda akalar telefon qilishsa beriladi. Telefonda tushuntirib o'zimiz. Lekin xudo xolasa aytganimizdag'i bemalol qo'rqmasdan Ravshanbekda olinmasalaring, akalarimiz chotki qilib o'zlarining chiroyli xizmatlarini qilib beriladi va brigadalari ham katta ekan. Nechta ish bo'ladigan bo'lsa ham, xudo xolasa chiroyli holatda ishlarini bitirib berib chiqetilar.